Mana xonadonni 18 million so'mga polniy komplekt tayyor qilib kelishdik aka. Boshqa bir so'm aka to'lovi bo'lmaydi. Shunday bitta narx aytyapman, taslash narxga qilib bering. Bu realniy mana ajib narx. Materiallar xudo xolisa cho'tki materiallar bo'ladi. Agar to'g'ri kelsa qilib beramiz. Andijon viloyati Shahrixon cho'chada turibmiz. Qudratli ukamiz bizni Instagramdan ko'rib topgan ekan, dadalarga aytgan ekan. Ishlarimiz dadalarga ham o'ziga ma'qul kelgan ekan, xudo xolisa chaqirishdi. Xudo xolisa 1 oy atrofida to'y ekan, inshaalloh. Ukamiz uylanyapti ekan. Yaxshi kunlariga xudo xolisa xizmatda bo'layotganimizdan xursandmiz. Maslahat qilgan holatda fason dizaynlarni ham kelishdik. Xudo xolisa mana aka, siz ham ishlarimizni ko'ribsiz. Uka siz ham ko'rgan ekansiz. Narxlar realniy holatda mana. Mana xonadonni 18 million so'mga polniy komplekt tayyor qilib kelishdik aka. Boshqa bir so'm aka to'lovi bo'lmaydi. Sizlardan shu ustalarimiz kelganda obetini issiqcha sovuqcha qilib bersanglar, xudo xolasa bo'ldi. Xudo xolasa. Eskilarni buzib tashlab mana bu ko'rib turgan hamma slipni olib tashlaymizda o'rniga choksizdan qo'yamiz. Mononi o'raymiz tayinib, butun holatda o'raveradi. Ochiq qolmaydi xullas. Tepa qorimiz. Kaseta qilib o'rab turib, buni ham karnizlarini aylantirib qatiriladi. Mayitimiz ham afishka qilib o'raveriladi buni. Shapka bilan darvozaxonaning o'rtasida aylanib o'raverilgandan keyin bu darvozaxonamizga bitta hovuz qilyapmiz. Hovuzimizni chekasiga ko'bra aylantirilyapti, o'rtasiga tilla lenta yulduzchalari bilan bo'lib 8 dona pianino qo'yilyapti. O'rtasiga shu bitta nima olib bersangiz uka? Chiroqligidan. O'rnatib ketilaveradi bir yo'li. Endi xonadonning ko'cha tomoni ham bor. Ko'cha tomonimiz ham xo'p. Ko'cha tomonimiz ham eski. Mana bu sliflarni qilgan ekan, umuman uyda egasini ko'ngli to'lmagan ekan. Buni ham olib tashlab, xudo xolasa butun bo'ladi ko'chada. Ikki tomoniga tushib beramiz, xudo xolasa suvini. Xo'p. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir narsa, mana hozir aytib o'tdim ukamizni gapini. Ilgari kun telefon qildingiz menga. Ilgari kun o'z undan oldin gaplashdik siz bilan, 3-4 kun oldin gaplashdik. Yo'limiz bo'lmay kelolmadik. Keyin ilgari kun menga telefon qilyapti ukamiz. Aka deyapti, ertaga bir uydagilar bilan birga boradigan edik. Agar keladigan bo'lsangiz, turib turamiz, bo'lmasam borib kelamiz dedi, maza qilib yubordim. Chunki hozirgi kunda uka ko'pchilik chaqirib qo'yib aytdim-ku, ketib boryapti. Shunaqalar ham bor-da. Gapingizni oldim. Mana qilganda san'at elektrikaga va keling dedi, o'lchab bering dedi. Men qancha material ketadi, bo'pti, boraman. Boraman, do'ron taqilib turaveraman. Telefon qilaman. Aka hozir men dedim, 1 soat turing, 2 soat turing, boraman. Aylanib turganman, nega yomon, to'g'ri. Rahmat uka. Sizga o'xshagan klientlar ko'paysin. Rahmat, sog' bo'ling. Ukamizning xonadonini 18 million so'mga polniy xudo xolasa qilib beradigan bo'ldik. Umuman ochiq joy qoladi. Men aytaymi, ochilib qolsa mabodo tayyor, robotgacha bekitib ketamiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib, ko'ngildek qilib beramiz. Instagramda ko'rganmisiz uka? Instagramda ko'radi, yo'q. Pullarga da yo'q berganlar. Sotga qilib beramiz, xudo xolasa uka. Xudo xolasa. To'ylarga aytingmi? Avans olyapmiz, $500, 1 million 210 ming so'mdan bugungi kursga hisoblab oldik. Aka, xudo xolasa. 6 million 50 ming so'm bo'lar ekan. Akamizni xonadonini xudo xolasa to'y sababchi tezlashtirib xudo xolasa qilib beramiz. Xudo xolasa pulni oldik, tezlashtirib qilib beramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum.